1 million 460 mingdan sotilayotgan trezorlarimiz endi yarmarkada 999 ming. To'g'ri eshitdingiz. 32 talik Smart Miu trezorlarimiz 999 ming. 780 mingdan sotilayotgan Premier mikroto'lqinli pechlar endi 609 ming so'm. Biz mavsumi o'tgan mahsulotlarni emas, aynan mavsumda kerak bo'ladigan mahsulotlarni narxini sindiramiz. 4 million 500 mingdan sotilayotgan 250 litrli Premier muzlatgichi endi 3 million 699 ming so'm. Oxirigacha ko'rganlar mazza qiladi dedimmi? Premier 9 talik turbo rejimli konditsionerlarimiz 6 million 439 mingdan sotilgan. Yarmarkadagi narxi 1 million 999 ming. Jahon chempionatiga LG televizor so'raganmidingiz? 50 talik bo'lsin deganmidingiz? Smart so'raganmidingiz? 7 million 829 mingdan sotilayotgandi. Aksiyadagi narxi atiga 3 million 999 ming. O'rtoqlar, 3 million 8 mingga arzon bo'lyaptimi? 15 million 483 mingdan sotilgan inverter motorli Toshiba sovutgichini hozirgi 3 kunlik yarmarkadagi narxi 5 million 999 ming so'm. O'rtoqlar, biz yarmarkaga harakatni boshladik. 1-2-3 may kunlari ushbu yarmarkamiz bo'lib o'tadi. Texnika izlab yurgan barcha tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Eslatib o'tamiz, ko'rgan narxlaringlarning hammasi faqatgina naqd pulda amal qiladi. Yana bir bora eslataman, 1-2-3 may kunlari Qo'yliqdagi filialda. Qayerda deysizlarmi? Farg'ona yo'li, pochta chorraha. Panelniga burilganinglarda bizni sevimli maskanimiz Diskont.